Tak 6 dekabr 2025-yil hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi turar joyimiz chiqib turibdi. Lokatsiyani tushunib bersak, avvalgi Kirov kolxozining garaji bu. Buyog'imiz sentralniy yo'l, bu yoqimiz 100 metr, 150 metrdagi bansa, mida propan zapravka bor. 400 metr kvadrat turar joy chiqib turibdi. Bu joyimiz asli 2 etajga moslangan, hozir 1 etaj payti tugallanib, oldi-sotdi bo'lib, gazi, suviti, suvidan muammo yo'q. Ki bu yoqqa ko'rsating, xuddi ana joyga o'xshab komfort uzatiladi. 2 etaj bo'ladi, bu yoqda garaji boshqasi. Endi bunda yerda shu yonboshda garaji bo'ladi, 6 metrga 12 metr bor. Garaj, bani, tualet solib 2 etaj yetib uzatsangiz bo'ladi. Hozir tayyor xonalari bu yerda bir xonasi ko'rsatib o'ting. Bu yoqda 2 xonasi bor, bir koridor. Bu yoqda yana bir xonasi bor. Orqasida xoti bor. 8 metrga 12 metr otizi bor. Polni modellarda otiz etib o'rasangiz bo'ladi. Bu yoqdan divoli bor. Peshxod hamma vaj bosib yo'l polni bo'ladi. Berimiz 400 kvadrat Kirov kolxozda tak bahası 450 milyon so'm. Rasrochka bor. Yarısını berasiz 225 milyon so'm. Yarısını 1 yilga 6 oyga klientga gaplashib bo'lib bersangiz bo'ladi, foizsiz. Agar naq olaman desangiz 399 millionga berajak. Bemalol murojaat qilasiz. Barter boshqa vajam bor. Telefon aytasiz, telefon qoldiramiz, mashinagami, naturalgami bemalol qo'ldan kelgancha ishingizni bitirib beramiz. Joyimizning bitgan qismi ana shunday ko'rinishda bo'ladi fasadda. Fasadni ko'rdingizmi? Jami bu sement sivodon, bu sement sivogacha o'chochgacha. Joyning bahobatligini, zo'rligini ko'rdingizmi? Joy dim kamida 14 qavat bo'ladi. 14 qatda 14 xona bo'ladi endi bu. Kirgan yerda 640 degani salaton yerimiz, ana shunday katta dalan, bo'lmasa vanna sanuzel hamma yoqni kuxna addelini tushirsangiz bo'ladi. Orqa yoqlari xuddi ana shunday ko'rinishda bo'ladi. Hammasi bir xil qurilgan bu yerda, egizak. Mana orqasidan bunday balkon qursangiz ham bo'ladi, dahshat edib. Joy zo'r, lekin o'pshim zo'r solingan, bu yerda ham zo'r solsangiz bo'ladi. Ajoyib bo'ch. Bemalol tez olishga ulgurib qoling. Siz yana bir tushuntiramiz. Mana bunday qadimgi garajdan kirish, ana sentralniy yo'l, bir 20 metr, 25-30 metr. Bu yog'imizda o'na mushdagi, kaption mushundagi 1 etajli joy. Hozir 2 etaj solsangiz shunday bahaybat zo'r joy bo'ladi.